Men aytayotganim bor, mana shunaqalar bor deb, yaxshi otga bir qamchi, yomon otga ming qamchi, bunaqasiga ming qamchi ham yetmasa kerak. Gapirsang, ko'pchilik hozir mana shunaqa, men hozir ushlab kelayotganlarda anaqasiga aytyapman-da. Eshakka ikkita nima deydi, hujum deydimi? Kitob yuklab qo'ysa, eshaklarga haligi yuk ko'taraverar ekan kitob. Kitob o'qigan bilan o'qimasa, farosatli bo'lmasa, unga qiyin bir narsa tushuntirish. Azizlarim, Alloh farosatdan bersin bizga. Allohim bir-birimizga oqibat bersin. Qo'shiqlar shunchaki qo'shiq bo'lib qolmasin. Ya'ni хочу быть просто певицей. Mani qo'shiqlarim ishini qilish kerak. Mani qo'shiqlarim o'zini joyini topmasa, men ashulachi bo'lmayman, hofiz bo'lmayman unda. Shuning uchun bu gaplarni aytyapman. Onalarimizni qalbini ehtiyot qilamiz. Onalarimiz yuragini ehtiyot qilamiz. Topgan gapni o'zingizga yutib qo'yavering. Har kim o'zini oynaga qarasa, mutlaqo va mutlaqo topadi.